Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizni yo'qdan bor qilgan, bizni shu go'zal taqdirimiz bilan yaratgan ulug' Alloh subhanahu va taologa bizga ato qilgan barliq moddiy va ma'naviy ne'matlar uchun cheksiz hamd va sanolarimizni yo'llaymiz. Ondan bizning yo'lboshchimiz, yetakchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, sahobalarga, tabiinlarga va qiyomatgacha shularning yo'liga ergashgan zaminning barliq yerdagi mo'min musulmonlarga Allohning salomini yo'llaymiz. Endi ikkinchisi, hasaddan tug'iladigan ikkinchi, ma'lum jihatda birisi-birini tutash deb o'ylayman. Ikkinchi muhim bir illat, qarindoshlikka dushman illatlarning biri takabburlik, ya'ni kibr. Endi biz anglab bilaylik. Agar ikkilan birisi-birini do'st deb qarasa va qarindosh deb qarasa, o qarış tarafını üzüden tüven görüş, kemsitiş, bu kimti degan tuyg'u bilan onun bilan yaqin qarindosh bo'lish haqiqatan mumkin emas. Ammo hali hayotlik nihoyatda hamma odamni sinaydigan bir o'choq bo'lg'achqa, hozir insonlar o kadar ustunlashib bir san'atkorlik maqomiga yetganki hamda bu munosabatlarni hammani qamlashtirib etmaganlikdan bir ustalıkka yetiklik endi. Masalan, ma'lum birisini ichida tuvan ko'rib turibmi yaqin o'tishga tirishgan deganda. Halbuki endi bu ish qarash tarafga ma'lum bo'lmasa-mu, o Allohga ma'lum va o'ziga ma'lum. Endi bu nimishqa hasad bilan munosabatlik desa, biz iblisning misoliga qaytadigan bo'lsak, iblisning ichidagi shu asli mavjud hasad Adem aleyhisselam yaratılgan vakittan adayken ot tutaştı ona. Eğer Adem aleyhisselam belki yaratılmagan bolsa ve onunla sen Adem'e secde kıl diyen buyruk verilmese belki iblis'in vücudundaki o yuşurun neset, yuşurun peti kitip keliş ihtimali var. Ama hayat şununla okşaydı. Bizden vücudumuzdaki aslında yuşurun hasetlerini ma'lum bir vaka, ma'lum bir hadise partlatıp oturup etişi mümkün. Mesela değil, biz özümüzden hakikaten bir tekebbür adem ya ki emaskenlikimizni bizni tekebbür kılıp etadigan zor bir baylıkka ya ki bir zor şöhretke erişmeyi turib bilemezlikimiz mümkün. Özümüzden aytik kemtler hesaplap qilishimiz mümkün. Ama o sınak bizi kelgan vaqtda. Bayamga o'xshash men o'zimni hech kimga hasad qilmayman deb o'ylashim mumkin. Halbuki mening atrofimdagi kishilar nurg'un yaxshiliklarga erishgan vaqtda mendagi hissiyat zodi qandaq deb qaytib o'ylab boqqan vaqtimdan buni bilishim mumkin. Shunga kibrga qaytsak, endi kibr haqida hammamiz biladigan qo'rqinchli bir hadis bor. Chunki mush axloq munosabatli hadislarning ichida shu qalbida zarrachilik kibr bor odam jannatga kirmaydi degan bu hadis har qatim o'qisa odamni bir shurkandirdi deb o'ylayman, qo'rqitdi deb o'ylayman. Chunki bayon deganimizga o'xshash bu takabburlikmi? Men özümni tekebbür deb hisoplamasam-mı? Mesela sen üzerinden aciz, o'rni üzerinden tüven kishilar bilan bo'lgan munosabatdagi ifodan qandaroq. Shundaymi? Bir odamda haqiqatan kamtar yoki takabbur ekanligi o'zi bilan o'xshash yoki o'zidan ustun kishilar bilan muomala qilishgan vaqtda emas, balki o'zidan aciz, o'zidan tüven kishilar bilan muomala qilishgan vaqtda bakrak ifodalanadi. Shu vaqtdagi ifodan qandoq? Bu imtihonlarga o'zimizni bakka vaktki ifademizde tekrar lazım. Bir insan, bu da öyleydi, üzünü ya bir peygamberge ya evliyaya seliştirip durup tekebburlaşmaydı. Ama mesela zaten o evliya, ona olan biz hiçbir zaman ten bulamayız. O peygamber, ona olan makamda ten bulamayız. Ama insan her daim etrafıdakilige seliştirip durup, ya ki seliştirilip gidip, üzünü ben manarak deydiğim bir saxta bir hayacan xuşallıqqa kirib qaladı. Mening qarashimcha, nima uchun qalbida kibrlik bo'lgan kishi, qilchilik kibrlik bo'lgan kishi jannatga kirmaydi degan bundan aytdi. Odamni qo'rqitadigan bir cheklama bor deganda, bunda ikki sabab bo'lishi mumkin. Birisi kibrlik, takabburlik odamni haqdan yiroqlashtiradi. Asla bunun ahir sizni apırdıgan yeri zalalet. Mesela değil,
Yine o'xshash shaytonning misoli. U Alloh bilan so'zlashgan turuq, Allohni bilayotgan turuqliq, u kibrlik uni bevosita Allohga osiylik qilishga, bo'yintovlik qilishga olib borganga o'xshash. Bu dunyodami agar bizda takabburlik haqiqatan bir kuchli o'ringa chiqqan vaqtda qalbimizda bizga masalan bizdan tuvan turtgan bir odam noit haqni so'zlasimi, to'g'rini deb bersimi, u gapni aning takabburlikni anglashdan to'sab qo'ydi. Aşının gibini anlamdık ha biz. Kimken o, nelikken o, palağının balası o. Aşağıya kadar terakki kıldı. Onun diyen gibi kançılık doğru oluşuna katdi nazar. Kançılık doğru oluşuna katdi nazar. Şimdi tekabburluk nokul yüzünü üstüngü işleyemez belki onun akıbeti kaderlik boğallık için. Onun akıbeti bizde yani bu kanda bir akıbet ise mesela bunda ezişli var. Mesela bilmeyi turup ezip gitmiyor şunda o. Eğer bilgen bolsak bunda qılmasdım deb o'ylaymiz. Ama tekabburlikning qo'rqinchli tarafi u bilib turib xato qiladi. U odamning so'zlayotganligini biladi. Masalan deyli, o'zi o'chkirdigan odamlarning to'g'ri ish qilayotganligini biladi. O'zi o'chkirayotgan tashkilotlarning yaxshi ish qilayotganligini, to'g'ri ish qilayotganligini biladi. Ammo ular vujudidagi takabburligi va hasadxo'rligi sababidan ularning qilgan yaxshiligini yoki to'g'ri ishlarini mi ko'masga soladi. Ya'ni mayadiki va takabburlik boshlaydigan azg'unlik bilmay qilib tashlash emas, balki xatoni bilib qilish va to'g'rini bilib turib qilmaslik. Buni Allohning oldidagi tarozidagi o'rni haqiqatan og'ir. Endi ikkinchi muhim sababi takabburlik va ijtimoiy munosabatda va hayotda inson bilan inson o'rtasida adolatsizlikni paydo qildi. Bu adaletsizlik nima? Adaletsizlik İslam yo'qotmoqchi bo'lgan birinchi narsa. İslamning bu dunyoda barpo qilmoqchi bo'lgan nurg'un maqsadlarining ichida yer yuzida adolatni barpo qilish İslamning adoqli nishonlaridan biri. Halbuki bu takabburlik dal inson bilan inson o'rtasidagi munosabatni egiz past deb ayirib etish orqali adolatni yo'q qilganligi uchun bu İslamning bevosita maqsadiga jang e'lon qilgan bo'ldi. Takabburlik. Şuna bunun akıbetine ait xatarlik. Mesela real turmuşda dikkat kılmasak, nurgun kişiler yüzüdeki tekabburlukni nayet çıraylık atalgılı bilen yasıvalıdı. Şeytan aşında çıraylık göğüstüp koydu. Mesela, menin sel boynam kattık, başkalarına bek hoş diyemeyme dep koydu. Demek çoğun üzerine ait gururluk. Adarak geldikin demekçi. Belki boynam kattık, nemege kattık? Çokum Xitayga kattık emas. Çokum düşmanlığa kattık emas. İşte etrafımızdaki birimizge kattık. Birimizge kattık. Belki boynam kattık. Mesela dikkat qilib baksak etrafımızda, ben burundan başlap bir noktaga dikkat qilama. Nurg'un o'zaro ko'ngilsizlik bo'lgan kishilarni yarashtirib qo'ygan vaqtda, yoki shularning orasidagi shu yarashish faoliyatligini dikkat qilgan vaqtda men bunda aktivlik bilan kechirim so'ragan Uyg'urlarni, kechirim so'ragan kishilarni haqiqatan oz ko'rdim. Men xato qilib sepdim ekan, meni kechirvat degan odamni nihoyat oz uchratdim. Agar to'g'ri uzdi bo'lsa, zaten qat'iy kechirim so'ramaydi-ku endi. Xatolik uzdi turibmi? Men kimdim sana kechirim so'ramdi deydigan bir bo'yintovliqni his qila olamiz. O takabburlik degan chuqur Allohga cho'ngchilik qilish emas, miyadagi ko'zda tutilgan takabburlikmi u emas. Ko'zda tutilgan takabburlik Payg'ambar alayhisalom hadisning keyinda nima deydi? Sahobalar shuni so'rab, biz endi chiroyli kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'ramiz deb zaten takabburlik degan nima endi bu? Biz chiroyli yurishni, chiroyli kiyishni yaxshi ko'ramiz, inson degan güzellikni yaxshi ko'radigan vaqtda shu Payg'ambar alayhisalom Allah mı güzeldir? O mu güzellikni yaxshi ko'radi. Yani sizlarning güzel kiyinishinglar, balkim güzel o'ltiroq rayonlarda o'ltirishinglar o xato emas. Ammo nimasi xato? Yani haqdan yenib olish, yani haqdan o'zini chiqarga hisoblash va boshqalarni kamsitish. Hatto nurg'un kishilar meni adovatim yomon qattiq hamdi. Faqat
ko'nglimdan chiqarayotganmidim degan gapni deydi. Bu adovatim qattiqning tigida men shuning bilan kechirim so'rab yaqinlashganda u nemitdi, kimdi deydigan bir narsa bor. Şu bu operasyonu her vakit üzümüzge rahimsizlik bilen operasyon yapışkını başkalı tıkıştın burun üzümüzde operasyon kılışma günü verişimiz lazım. Bu xil pozisiya, yani aşı xil yaman illetini, yamanlıqını bilip durup, onundan qutulanmagan, yoki qutuluşga tirishmay turib, anandan keyin buni omoqlashtirib, o'zini qoyil qilib olgan bu pozisiya, menimcha dal aşı shaytonning bizga uyatmoqchi bo'lgan shu. Bizga uyatmoqchi bo'lgan. Shayton o'zining shu yomon qiliqini nima deydi? Odam alayhissalomga sajda qilg'ili unamaganligini nima deb aqlaydi? Uning kelib chiqishi tuvan tusa deydi. Uning tigi past tusa deydi. Bunda desak, u laydan yaratilgan tusa. Men uningdan ustun o'tdan yaratilgan tusam, qandami men bir yuqori nasabdan kelgan biri bir tuvan nasablik biriga baş egsun. De manda deydi. Yani üzünün hata kılmışıga bir asas tapıdı. Onu bir eklileştirdi. Ve o arkalık üzünü ve başkalarını qayıl kılmakçı oldu. Emeliyatta bizden şu, benim sel boynum kattıkken hem de, adavatım sel güçlükrakken diyen gepten mahiyet cihette şeytanın men ottun yaratılgan tutsam, ağlaydım gelgen tutsa diyen cihetten cık farkı. Mağı? Çünkü bu siz üzünüzdeki bir illetini mesela tuluk kutlanmasanız mı? Ya Allah muşu işim hatadı. Mendim bunu bir kutquzgan bolsam beni bu illetti deb dua qilishning o'rniga eksichi qaytib kelib, yani men bundaroqken degandan keyin lan bu illet asta bizni mijozlashga boshlaydi. Bizning rasmiy xarakterimizga, mijozimizga aylanadi o vaqtda. O chaqda rasmiy mijozimiz xarakterimizga aylangan vaqtda uningdan yiroq bo'lish, uni tashlab etish oson bo'lmaydi. Bu xuddi bir qo'lni kesib etish jismimiz uchun qanchalik azobli hisoblansa, bizning ruhimizning bir qismiga aylanib qolgan bu marazlarni qalbimizdan chiqarib etishmi o kadar azobli ishga aylanib qoldi. Masalan, shayton yana bizni bunda azdirishi mumkin. Mayli bir kechirim so'g'in deb o'zimizni qoyil qilsak, shayton kelib, avval u sendan so'sin, sen nima deb boshda so'raydi ekansa, deyishi mumkin. Muşunda bo'lgan vaqtda, ya'ni kibrlik qalbimizga hukmron bo'lgan vaqtda atrofimizdagi qarindoshlarimiz bilan bizning haqiqiy qarindoshlik munosabat o'rnata olishimiz mumkin emas. Chunki qarindoshlik barobarlik ustiga quriladi. Halbuki kibrlik bu barobarlikni yiqitadigan bir illat. Yana bir qo'rqinchli ifodasi shu kibrlikning. Bunda bir ish bor. Dini cihetten üzünü ma'lum bir tushuncha ve aqida yoki ma'lum bir iqimga tava deb qaraydigan kishilar bütün musulmonlarga ichag'iradigan bir o'ringa chiqib qoladi o'zligidan. Ey, mushlar ezib ketdi, shu bizlar to'g'ri yo'lni tepib oldik deydi. Shuna bu xil his tuyg'u o'zi bilan o'xshash namoz o'qiydigan, qiblaga qarab namoz o'qiydigan, zikr aytadigan ularmi Allohning roziligini ko'zlaydigan, payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'radigan, hiç olmasa aşında dava kıladigan kişilerini üzünü tüyen görüşke başlaydı. Ola kimdir? Bid'at ehli. Ola azgın kişiler. Deyiş arkalık bu tekime korkunçluk bir taraf. Çünkü o onu herkes günah da hesaplamaydı. Ey muşunda kılmasak kutu dep oylamaydı. Ola aşında karışka haklık dep karaydı. Şunlaşka şu ma'lum bir tushunchani qabul qilib olib la bütün musulmonlar jamoatiga ichag'iydigan bo'lib qolgan kishilarning o'zi asli eng bechora kishilar. Hem de bu iki illet bir insana ait hali buluşu qiyin illetlerden hesaplandı. Hem okşamagan Allah'da okşamagan şekil alıdı. Şunlaşka insan her daim kalbini tazalap duruşu lazım. Bu kasalliklarga diagnoz qo'yib bayqab turishi lazım. Çünkü başkalarının operasyasına ait azaplık oldu. Eğer üzümüzde operasyon qilsak, ağrıqım yengillik oldu. Del Muşu mesele hakkında ben Hazreti Ömer'in şu pozisyasını ben her qatim jiq ta'kidladim. Çünkü bana bek cho'nqir ta'sir qilgan. Hozir bunda bir psikologiyada bir qarash bor. Cognition degan gap bilish.
Andaki metacognition deydi. Metacognition degeni özünün biliş ahvalini yine qayta tekshirish. Xuddi shunga o'xshash, men demoqchi bo'lganim. Bizning bir qalbimiz var. Qalbimizda nurg'un his tuyg'ular hukmron. Men demoqchi bo'lganim nima desa, shu chaqda mumkin qadar o'zimizni sal ayrilib turib, yiroqdan o'zimizning qalbiga bir durbun bilan bir qarab beqish. Yani o'zimiz tekshirlayotgan bir iqtidorga ega bo'lish. Hazreti Ömer'ning voqeasi shu. Xalifa vaqtida bir qatim boshqa davlatlarning elchilari kelib, Hazreti Ömer ularni qarshilab, ularni yo'lga sepib qo'ydi. Aytsimi o'zining shu paltalarini elib, ya o'tun ekagili, ya chapqili, yoki suv tushg'ili degandek bir jismoniy ishni qilmanga demdi. Shundan sahobalar nima ish qilyapsan desa, men bunday ish qilmangdi deb shunda. Shunda desa, sahobalar sen bir emril mo'minin tursang, sening ishingda jiq tursa, bunda ishni boshqalar qilsin, biz qildi. Sen buni qilma degan chaqda Hazrat Ömer mana shunda tunigan shundoq elchilik kelgan. Men Makkadagi haliqi qabiladan kelgan bir odatdagi bir odamdim men. Bugungi kunda bu davlatning elchilari kelib ziyorat qilgan odam bo'ldim. Men qalbimda sal bilma paydolab qolganda his qilib qelayotim. Shu men buni sundirib kelmandim deydi. Amaliyotda o'tanchab qila emas. Yani qalbidagi shu paydo bo'layotgan ey Ömer sen bunda bo'lib ketding degan bo'lsa shayton. Men derhal bunun kallasını çepib o'tay deb mangdi deb shunday. Bu haqiqatan bizni o'yga soldigan bir güzel bir nəhayət güzel bir xislat. Eğer bizde mi şundan narsa bo'lib qolgan chaqda her daim yo'q unda qilma deyishni bilishimiz lazım.